kompaniyada tizim qurish nima uchun muhim? Darsimizni boshlashdan oldin O'zbekistonda bo'lgan bir ya'ni yaqinda bo'lgan bir keys bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu narsani menga Husan aka Mamasaidov aytib berdilar. Aytdilarki, "Men bilan dars qaysidir bir treningda bir ayol kishi keldi oldimga", dedilar, 40 yoshlar atrofida. Ularni xo'jayinlari juda ham muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lgan ekanlar. Bularni bir nechta demak bizneslari bo'lgan, bir nechta filiallari bo'lgan. Endi afsuski, bu endi Xudoning ishlari taqdir bo'lib, erlari olamdan o'tib qolibdilar. Biza debdilar juda ham muvaffaqiyatli yashardik. Bizani misol uchun oilamizda hech qanaqa kamchilik bo'lmagan. Farzandlarimiz aytaylik xususiy maktabga, bog'chaga borishgan. Hamma narsa bizada mulk-o'lchili bo'lgan. Lekin afsuski, xo'jayinim debdilar olamdan o'tgandan keyin biznes menga qoldi, lekin men biznesni yurg'iza olmadim dedilar. Biznes yurg'iza olmaganimdan hozir biznes orqaga qarab ketdi, foyda kamaydi, zararga kirishni boshladi va men debdilar shunaqa holatga kelib qoldimki, nima qilishni bilmayman. Chunki biznesni men yurg'izishni bilmayman. Hamma narsa ya'ni xo'jayinimga bog'liq edi. Xo'jayinim yurg'izardilar biznesni va ular biznesni yurg'izganda juda ham mukammal, yaxshi, muvaffaqiyat bilan yurg'izardilar. Lekin menga kelganda endi ularning vafotlaridan keyin men endi u narsani tushunmayman. Hamma narsa ularga bog'liq bo'lgan. Endi biznesimiz yopilish arafasida nima qilishimiz mumkin? Endi biza o'sha aytaylik do'konlarimizni yoki bir joylarimizni shunchaki arendaga berib qo'yib, o'shandan daromad olishni yagona yo'li bo'ldi, menga qoldi. Nima maslahat berasiz deb so'rabdilar. Endi biz bilamizki, afsuski bu holat nimaga bo'ladi desangiz, aynan kompaniyani vaqtida to'g'ri tizimga solinmaganligi. Kompaniyada tizimga solinmasa nima bo'ladi desangiz, kompaniya rahbarga bog'liq bo'ladi yoki ba'zi bir yulduz xodimlarga bog'liq bo'ladi. Va u xodimlar ketib qolsa yoki rahbar bo'lmasa, kompaniya nima qiladi? Orqaga qarab ketishni boshlaydi. Aynan shuning uchun ham biz nima qilishimiz kerak? Biznesni to'g'ri vaqtida tizimga solib, bizaga bog'liq bo'lmagan biznesni qurishimiz kerak. Bugungi va ertangi darsimizda ham aynan qanday qilib shu narsaga erishish haqida Xudo xolasa sizlar bilan suhbatlashamiz. Men sizlarga dars mobaynida, ya'ni bu asosiy mavzuga o'tishdan oldin Yapon kompaniyalarining misolini keltirmoqchiman. Biz mana Yaponiyaga borganimizda Noritsuitsu kompaniyasiga tashrif buyurdik. Bu kompaniya 1947-yilda tashkil topgan xususiy kompaniya. Ya'ni ofis kreslolarini, stullarni ishlab chiqaradi. Mana orqasida ko'rib turganinglardek rasmda. Bu kompaniya bilan biz prezidenti bilan ko'rishdik. Bu prezident 3-avlod prezidenti. Ya'ni bularni, bu odamni bobolari tashkil qilgan 47-yilda bu kompaniyani va hozirga kelib bularni amakilaridan keyin o'zlari vaqotida kompaniyani davom ettirishyapti. Bu kompaniya O'zbekistonga ham kirib kelmoqchi. O'zbekistonda ham ishlab chiqarish boshlagan. Nimaga misol keltiraman bu kompaniya? Mana 80 yilga yaqin vaqt bo'lgan, lekin bu kompaniya avloddan avlodga muvaffaqiyat bilan o'tib kelyapti. O'zbekiston aytishimiz mumkin. O'zbekiston misol uchun yaqinda mustaqillikka erishdi. Biza misol uchun kompaniyalar unaqa 70, 80, 100 yillik kompaniyalarimiz yo'q. Lekin mustaqillikka erishgandan keyin tuzilgan kompaniyalar. Aytaylik mana 91-yildan hozirgi kungacha aytaylik mana 30 yil, 35 yil mobaynida shu 30 yil, hatto 25 yil yashagan kompaniya bormi? Juda sanoqli bo'lishi mumkin, balki yo'qdir. Nimaga desangiz, o'zi statistika bo'yicha kompaniyalarning 50%, 60%, 50-60% birinchi 5 yilda bozordan chiqib ketadi. Va 8 yil, 10 yil ichida 95% biznesdan ya'ni bozordan chiqadi bizneslar va faqatgina 4 va 5% 10 yildan u yog'iga yashab qoladi. Lekin Yapon kompaniyalarining juda ko'pini qarasangiz, bu kompaniyalarda 100 yillab, 200 yillab ishlaydigan kompaniyalar bor. Nima uchun? Men mana sizga ba'zi misollarni ko'rsataman. Bu yerda yana bitta kompaniya, Kagome degan kompaniya. Men Yaponiyada o'qiyotganda aynan Kagome kompaniyasiga men tashrif buyurib, bularni O'zbekistonga kelib ishlab chiqarishni boshlashga, bular tomatni sok ishlab chiqarishadi. Har xil demak sabzavot, mevalardan tabiiy soklar ishlab chiqaradigan kompaniya. 120 yildan ortiq tarixga ega. Bu bitta misol bo'la oladi. Yana bitta kompaniya, Takeda degan, bu farmatsevtik kompaniya 1781-yilda tashkil qilingan. Hozirga qarasangiz, mana 200 yildan ziyod tarixga ega. Endi savol tug'iladi, qanday qilib bu kompaniyalar shunaqa uzoq yashab qolishi mumkin? O'zbek kompaniyalarida ham shu narsaga erishish mumkinmi? Bu narsani qilish uchun biza nimalar qilishimiz kerak va qanday jarayonlardan o'tishimiz kerak? Bugun demak o'sha haqida bir qismini bugun, ertaga yana boshqa qismlarini sizlar bilan gaplashamiz. Biza sizlar bilan hozir darsni davom ettirishdan oldin bugungi darsdan kutuvlaringiz qanaqa? Agar qisqacha bizada sharhlarda yozib qoldirsangiz, kommentariyalarda biz o'shanga qarab ham sizlarni ya'ni kutuvlaringlarni ham inobatga olishga harakat qilamiz. Qisqacha sizga 30 soniya vaqt, marhamat yozing. Nima kutyapsiz bugungi va ertangi darsdan nima olishni xohlagan bo'lardingiz?
qanaqa savollaringizga yoki qaysi mavzuda siz insaytlar va o'zingizga kerak bo'lgan, aytaylik, dars olgan, ya'ni mavzuda ilm olishni xohlagan bo'lardingiz. Marhamat. Demak, 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 Xo'p, sizlarni kommentariyalaringlarni biz inobatga olib, aytganimdek, bu bugungi va ertangi darsda Xudo xolasa, albatta nima qilamiz? Hozir yordamchilarimiz sizlarni kommentariyalaringlarni ham bizga chiqarib berishadi. Ko'rib, bu narsani dars oxirida ham Xudo xolasa suhbatlashamiz. Birinchi mavzuyimiz bu breakthrough deydi. Ya'ni bu Tony Robbinsni aynan treninglardan olgan insaytlarimdan biri, ya'ni o'zgarish nuqtasi. Qachon kompaniyada va insonni hayotida o'zgarish bo'ladi? Birinchisi, ya'ni biznesdagi deydi, barqaror o'zgarish bo'lishi uchun ikkita asosiy omil ya'ni o'zgarish kerak, ikkita asosiy omil bo'lishi kerak. Birinchisi bu insonning holati deydi. Holat deganda 80-20 qoidasi bor. Ya'ni bu aytadiki, sizni deydi fikrlash tarzingiz deydi va ishonchingiz deydi taxminan 80% sizni erishadigan muvaffaqiyatingizga ta'sir qiladi deydi. Endi siz foydalanadigan texnikalaringiz, strategiyangiz bu 20% muvaffaqiyat 20% ni tashkil qiladi deydi. Misol uchun, agar inson deydi o'zini ishonchini, psixologiyasini o'zgartirmasa, muvaffaqiyatga erishish qiyin bo'ladi deydi. Ya'ni birinchisi bu nima? Nima uchun o'zgarish kerak degan savolga javob bo'lishi. Ya'ni siz fikringizni, tushunchangizni, psixologiyangizni o'zgartirishingiz kerakki, menga bu narsa nima beradi? Nimaga bu narsani xohlayapman va bu narsa nima uchun men erishishim kerak degan savolga aniq javobingiz bo'lishi deydi. Hozir men sizga bitta misol keltiraman. Ya'ni muvaffaqiyat faqatgina mukammal reja va mahoratdan kelmaydi deydi. Ming siz mukammal reja qilsangiz, u narsani o'ylasangiz, strategiyani ishlab chiqsangiz, lekin sizda o'sha narsaga erishishga 80% da, ya'ni tushunchangiz, psixologiyangiz nima uchun erishish kerak degan savolga aniq javobingiz bo'lmasa, bunga erishish qiyin bo'ladi deydi. Chunki rejani o'zi, strategiyani o'zi sizga maqsadga erishtirmaydi. Bunga bir misol. Aytaylik, bir inson bor. Agar inson, aytaylik, u bir ortiqcha vaznga ega bo'lgan inson va ba'zi vazndan voz kechmoqchi, ya'ni ozmoqchi. Sog'lom hayot tarzini o'ziga misol uchun maqsad qilib qo'ygan, sog'lom hayot tarzini sog'lom hayot tarzida yashamoqchi. Lekin o'sha narsaga erisha olmayapti. Nimaga desangiz, agar bir inson faqatgina rejaga, strategiyaga ega bo'ladigan bo'lsa, misol uchun internetga kirsangiz, YouTube'ga kirsangiz, qanday qilib ozish, qanday qilib ortiqcha vazndan kechishi, ya'ni tashlashi ming xil usullari bor. Agar bu narsa faqatgina usuliga bog'liq bo'lganda edi, hamma bu sog'lom hayot tarzi bilan yashab, hech kim ortiqcha vaznga ega bo'lmagan bo'lardi. Lekin afsuski, bizning oramizda juda ham bu narsaga, misol muammoga duch kelganlar ko'p. Nima demoqchimiz bu narsa bilan? Hayotda biror bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib tushunchangizni to'g'rilashingiz kerak deydi. Hayotda agar bir inson mana o'zingiz o'ylab ko'ring, hayotda bir narsaga erishmoqchi bo'lgansiz, lekin unga erishadigan sizda qo'lingizda resurs bo'lmagan, pul bo'lmagan, aytaylik o'sha yerda imkoniyat bo'lmagan, lekin siz narsani qattiq xohlaganingizdan va shu narsani nima uchun xohlayotganingizni bilganingizdan o'sha narsaga oxir-oqibat erishgansiz. Bu narsani ingliz tilida resourceful deydi. Bir inson deydi, agar bu narsani nima uchun erishish kerakligini aniq bilsa, u narsani yo'lini topadi deydi va insonni deydi kallasida, miyasida biror bir narsani maqsad qilib qo'yganda va u narsaga qattiq ishonib, o'sha narsani misol uchun nima uchun kerakligini anglab yetganda, miyani o'zi deydi nima qiladi? Unga erishish yo'llarini topadi deydi. Demak, birinchisi bizning holatimiz. Bu narsaga misol mana tadbirkorni olib qaraydigan bo'lsak, biz mana o'tgan yili Alyans klubimiz bilan Italiyada bo'ldik. Kolizeyaga borsangiz, o'sha yerda gladiatorlarning tarixini yozib qo'ygan. Men bu narsani eshitdim o'zi. Tadbirkorlarni gladiatorlarga o'xshatishadi. Nima uchun desangiz, o'sha yerda borganda gladiatorlarning tarixi, bu narsalarni qanaqa qilib o'sha yerda ya'ni bu urushlarni qo'yishganligi haqida gapirishdi. Ya'ni xayolimda shu narsani o'yladimki, nima uchun tadbirkorlarni gladiatorlarga o'xshatishadi? Agar gladiator deydi, misol uchun jangga kirar ekan, qo'ldan kelgancha yaxshi harakatini qiladi va aytadiki, men deydi, yutishimga aminman deydi.
va biladiki, o'sha agar jangda yutqazadigan bo'lsa, bu uni oxirgi jangi bo'ladi. Nima uchun tadbirkorlarni gladiatorlarga o'xshatadi? Chunki tadbirkor odam nima qiladi? Har xil muammolar kelganda, har xil aytaylik, to'siqlar bo'lganda o'shani sakrab o'tish, o'shandan yengib o'tishi, muammoni yengishi yo'lini biladi. Shuning uchun ham hamma deydi tadbirkor bo'lolmaydi deydi. Ya'ni tadbirkorlikda juda muhim bo'lgan narsa o'ziga bo'lgan ishonch. Men deydi, mana shu muammoni baribir yechaman deydi. Men deydi yo'lini topaman deydi. Agar yo'lini topa olmasam deydi, men o'zim yo'l quraman deydi. Ya'ni oldimga qo'ygan maqsadga erishaman deydi. Ya'ni bu ham insonni o'sha 80% psixologiyaga bog'liq bo'lgan ishonchiga o'xshatishimiz mumkin. Ya'ni hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Tadbirkor nimasi bilan farq qiladi? Oldiga qo'ygan maqsadga qattiq ishonishidan va o'sha narsaga erishaman va to'siqlarni yengib o'taman. Har qanday muammoni demak yechimini topaman degan tushunchasi bor, ishonchi bor. Shuning uchun ham biz aytganimizdek, mana любой biznesni olib qaraydigan bo'lsak, qaysi biznesda muammo yo'q? Dunyodagi eng muvaffaqiyatli biznesni olib qarasangiz ham nimasi bor? Muammolar bor. Biz mana videomizni chiqarganimizda, reklamli video chiqarganimizda biz Twitter haqida gapirdik. Elon Musk Twitter kompaniyasini sotib olib, yerda qanaqa o'zgarishlar qilgan. 7,5 ming ya'ni xodimdan 1200 xodimni qoldirgan va kompaniya nima bo'lgan? Foydaga kirgan. Kompaniya shu paytgacha davomiy nima bo'lgan? Zararlarda ishlagan, lekin Elon Musk olgandan keyin u o'ziga bo'lgan ishonchi, ya'ni shu o'zgarishlarni qilganda ham kompaniya to'xtab qolmasligi, zararga kirib ketmasligini ishonib, bilib men baribir yo'l topaman degan nima qilgan? Yo'lini topgan. Endi demak birinchisi breakthrough, ya'ni o'zgarish holatida birinchi demak insonni o'zini holatini o'zgartirish. Ya'ni ishonchi, nima uchun o'sha narsaga erishmoqchi bo'lganiga aniq ishonishi. Ikkinchisi demak bu strategiyamiz. Strategiya deganda nimani tushunamiz? Bu narsani misol uchun aytamizki, strategiya bu deydi o'zingiz tanlagan o'yin maydonida g'alaba qozonishga olib boradigan tanlovlar to'plami deydi. O'yin maydoni deganda har xil narsani tushunishimiz mumkin. Siz biznesda qaysi segmentda ishlaysiz? Mana bugun biza uchrashuvimiz bo'ldi Alyans klubi bilan, aynan shu mavzuda ham gaplashdik. Bir inson biznes ochib aytsaki, mani mijozim hammaga hamma narsani sotaman desa, u hech qachon biznes qila olmaydi. Nimaga desangiz, sizni o'zingiz segmentingiz bo'lishi kerak. Siz qaysi bozorda raqobat qilasiz? Siz piramidani olib qaraydigan bo'lsangiz, piramidani ustida premium segment deydi, ya'ni ust segment deydi. Bu yerda siz sifatli mahsulot, brendga ega bo'lgan mahsulot, sotishingiz kerak. O'sha yerda sizda marjangiz katta bo'lishi mumkin. Va o'rta segment bor. O'rta segment bu o'rta bozorga. Narxi juda ham qimmat ham emas, juda ham arzon ham emas. Va pastga qarasangiz, yerda mijozlar juda ham ko'p bo'ladi, lekin yerda sizni marjangiz juda kichkina bo'ladi. Uni mass market deydi. Ya'ni aynan siz tanlagan o'yin maydoni degani, siz qaysi segmentda ishlamoqchisiz? Sizni mijozlaringiz kim? Ya'ni o'shani strategiyani siz to'g'ri tanlashingiz. Strategiyasiz qaror qabul qilish deydi, tasodifiy o'q otishga o'xshaydi deydi. Ya'ni ba'zida tegishi mumkin, lekin ko'p hollarda havoga ketadi deydi. Bu narsani ko'p narsaga o'xshatishim, ya'ni misol uchun marketing va strategiyani olib qaraydigan bo'lsak, siz agar o'zingizni mijozlaringiz kimligini bilmasangiz, qaysi bozorda kim bilan raqobat qilasiz, sizni mahsulotingiz yoki xizmatingiz qolganlardan nimasi bilan ajratib turadi? Sizni ustunligingiz nimadan iborat? Agar siz shu narsalarni bilmasangiz, demak to'g'ri strategiya tanlamagansiz. Strategiya sizda demak yo'q degan. Bunga oddiy misol mana reklamaga aytadiki, biza deydi balki Instagramda reklama qilarmiz deydi. $10,000 sarflab ko'raylik, ko'ramiz deydi. Ya'ni xuddi hali aytgandek, nima bu? Ya'ni tasodifiy o'q otishga o'xshaydi. Tasodifiy o'q otasiz, tegsa tegadi, tegmasa yo'q. Ya'ni shuning uchun nima qilishimiz kerak? Biza qayerda reklama beramiz? Bizani o'zi ideal mijozlarimiz kim? Necha yoshda? Ayol kishi, erkak kishi, ular nima ish bilan shug'ullanadi? Ya'ni nima qilishimiz kerak? O'zimizni mijozlarimizni ideal kartinasini bilishimiz kerak. Endi qaysi o'yin maydonida o'ynaymiz degan savol, hali aytganimizdek, biza har xil ajratadigan strategiya bor. Hozir ko'rib chiqamiz. Misol uchun, bizni ya'ni tanlagan strategiyamiz orqali yerda qanaqa qilib yutib chiqamiz degan savolga aniq javobimiz bo'lishi kerak. Bizani demak, ust segmentda, o'rta segmentda, pastda bizani narx ajratib turadimi, bizani sifat ajratib turadimi, bizani innovatsiya ajratib turadimi, nimamiz bilan biz ajratib turamiz va o'sha narsani bilishimiz kerak. Qanaqa resurs va qobiliyatlarga ega bo'lishimiz kerak? Ya'ni biza tanlagan yo'lda, strategiyada erishish uchun biza qanaqa resurslarga ega bo'lishimiz kerak? Va qanaqa boshqaruv sistemaga ega bo'lishimiz kerak? Boshqaruv sistema deganda, men sizga hozir ba'zi misollar keltiraman. Aytaylik, mana Apple kompaniyasi bor. Apple kompaniyasi ko'pincha innovatsiya bilan raqobatlashadi. Siz iPhone'ni ishlab tutayotganingizda,
ko'pincha iPhone'ni tutadigan mijozlar uni narxiga, misol uchun Samsung bilan solishtirganda yoki Mi bilan solishtirganda buni narxi qimmat ekan degan narsa yo'q. Nimaga? Chunki biz bilamizki, Apple bu o'zini brendi va innovatsiyasi bilan nima qiladi? Ajralib turadi. Demak, bu o'sha premium segmentga narsa sotadi va u pastda, misol uchun ularni pastdagi kompaniyalar, arzon sotadigan kompaniyalar ularni asosiy raqobati hisoblanmaydi. Bu yerda BMW kompaniyasini olib qarasangiz yoki Mercedes kompaniyasini olib qarasangiz, bular ham nima qiladi? O'sha premium segmentga o'zini mahsulotini taqdim qiladi. Ya'ni ularning strategiyasi shundan iborat. Endi misol uchun BMW arzon mashina ham chiqarishi mumkinmi? Chiqarishi mumkin. Aytaylik, Chevrolet bilan yoki Toyota bilan haligi raqobatlashadigan mashinalarni chiqarishi mumkin. Lekin bu nima qiladi? Bularning brendiga bu ta'sir qilishni boshlaydi. Endi bularning brendi misol uchun innovatsiya bilan yoki brend bilan nima qilmaydi? Ajralib turmaydi. Bu yerda misol uchun boshqa mana kompaniyalarni qaraydigan bo'lsak, Gucci bor, bu brend bilan yoki bo'lmasa misol uchun Louis Vuitton degan brendlar bor. Bular hammasi, ya'ni o'zini brendi bilan nima qiladi? Ajralib turadi. Bu yerda nimaga aytyapmiz buni? Siz mijozingiz kimligini aniq bilishingiz kerak. Misol uchun Gucci sotib oladigan, Gucci aytaylik yoki Louis Vuitton sotib oladigan sumka sotib oladigan mijoz bu nimasi bilan ajralib turadi? O'zini boshqalar bilan ertaga ras biz shuni o'tamiz. Odamlarni harakatga keltiradigan, odamlarni ya'ni ehtiyojini qondiradigan qanaqa omillar bor? O'shalar haqida 6 ta ehtiyoj bor. Odamlarni ya'ni ehtiyojini qondiradigan omil, o'shalarni o'tamiz. Ya'ni siz o'zingizning mijozlaringizni kimligini bilishingiz kerak. O'shanga qarab turib, keyin siz nima qilasiz? O'zingizning mahsulotlaringizni yoki xizmatlaringizni tavsiya qilasiz. Misol uchun bizani bozorga olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda IKEA bor. IKEAlar asosan narx bilan bellashadi. O'zbekistonda aytaylik, havas tarmoqlari bor. Ular nimasi bilan ajralib turadi? Asosan arzon narxi bilan. To'g'rimi? Endi bu yerda misol uchun mana dizayn bilan ajraladigan kompaniyalar bor. Bu yerda Brown'ni olish mumkin, ya'ni o'sha Apple'ni olish mumkin, Bose kompaniyasini olish mumkin yoki bo'lmasa sifat bilan ajralib turadigan. Ya'ni siz nima qilishingiz kerak? Strategiyada siz qaysi yo'ldasiz, sizning segmentingiz kim va qaysi bozorga siz xizmat ko'rsatasiz yoki bo'lmasa mahsulotingizni sotasiz, o'shani bilishingiz kerak bo'ladi.